ekranga yaqinroq kelsangiz, bugun ikkita orzuyimni amalga oshirishga birga boramiz. Spoiler, ikkinchisiga bugun ulgurmadim. Bugungi look jinsi shim bilan pushti rubashka bo'ladi. Men tayyor bo'lib kiyim olgunimcha orada kargolarim ham kelib qopti. Qanday chaqqon qizmanni qaranglar, bitta vlog o'tganda даже kargolarimni ham obzor qilib ketdim. Shunaqa hamma kutgan interesni novinkalarimiz bilan paftolarimiz kelgan, hammasini reels qilib qo'yaman alohida. Shu sumchka bilan lookimiz tayyor, qayerga ketyapman deb o'ylaysiz, taxmin qilib ko'ring. Da, o'sha hamma vlogma olinadigan joy Seoul Moonga keldim yana. Seoul Moonda qanaqa orzuni amalga oshirish mumkin desangiz, shu kitob do'konini ko'rsatib boraman. Kitob do'konidan chiqib ketishim bilan yana qaytib kelib kitob olish men uchun orzu, bilasizmi? Ruscha, inglizcha, o'zbekcha hamma kitoblarimni Kalibr Books'dan olaman. Bugungi tanlovim Shamollarda qolgan hislarim dilogiyasi bo'ldi. Bu kitobga polniy obzor nima haqidaligi o'qib bo'lganimdan keyin o'zimning fikrlarimni profilga qo'yaman. Xursand bo'lib kitoblarimni olib tezroq raspakovka qilish uchun uyga ketdim. Sizga vlog videolarim qiziq bo'layotgan bo'lsa, tez like bosib qo'ying. Siz bu kitobni o'qib ko'rganmisiz va keyingi videoda obzor qilishimni xohlaysizmi? Kommentda yozib qoldiring.